Alloh taoloni qo'yib boshqani Rob deyishlik, boshqani Xudo deyishlik shirk masalasi ekanligini biz bildik. Kichkina shirk nima ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u riyo dedilar. Riyo Alloh taolo uchun xolis amal qilmasdan odamlar ko'rsin uchun, ko'z bo'yamachilik uchun, bu aldash uchun, bu yolg'onchilik degan ma'nodagi hadisni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizlarga tushuntirdilar. Mana shundan xavotir olaman, mana shundan qo'rqaman. Ya'ni amal riyo uchun bo'lishligi, odamlar uchun bo'lishligi, ya'ni bu riyo ixlosning ziddi hisoblanadi. Ya'ni bir amal qilamiz, kichik bo'lsin, zarra bo'lsin, mayda bo'lsin, goh katta bo'lsin, farqi yo'q. Agar ixlos bilan qilinmagan bo'lsa